hozir implant tomirga qo'yiladimi? Mana implantni qo'ydirganimga ham 1 oydan oshdi. Mana shu vaqt mobaynida men bilasiz, to'g'ri ovqatlanishga o'tganman. Shuning uchun har kuni vaznimni o'lchayman va bu vaznimga hech qanaqangi vazn qo'shilgani yo'q. Ya'ni implant semirtiradimi? Yo'q, semirtirmaydi. Endi esa o'zingda sizga implantni qayerda, qanaqa holatda turganini ko'rsatib beraman. Mana aynan bilakni ichki qismida, hattoki hozir ayollarimizga qo'li bilan ushlab ko'rsatyapman. Qo'lini qo'yaman mana bu yerga ayollarimizni mana. Mana bu yerda ushlab ko'rganimizda implantda borligi ko'rinadi. Endi esa o'zida qanaqa qilib turganini ko'rsataman sizga. Aynan implant qo'yilgan joyga gelimizni surtamiz va o'zida tekshiramiz. Mana apparatimiz ishga tushdi. Mana shu yerda ko'rinayotgan mana bu oq chizig'imiz, mana oq chizig'imiz, bu yerda implant. Mana hech qanaqangi mana hech yerga siljigani yo'q, hech yerga borgani yo'q. Teri qavati va mana bu teri qavati, mana bu esa yoq qavati hisoblanadi. Mana qo'yilganiga 1 oy bo'ldi. 1 oydan beri mana o'zini joyida hech qanaqangi o'zgarishsiz turibdi. Shuning uchun mana implant. Mana. Shuning uchun bundan hech qanaqa qo'rqish kerak emas. Bu hech qayerga yurib ketmaydi, hech qayerga teshib chiqmaydi, hech qayerda tushib qolmaydi, semirtirmaydi, og'riq bermaydi. Mana o'ta xavfsiz bo'lgan spiral hisoblanadi. Eng qiziq tomoni, spiralni qo'ydirganimizdan keyin bachadon bo'ynida eroziyalar kelib chiqadi, qon ketishlar bo'ladi. Bunda esa hech qanaqangi xavfli holat yo'q. Mana. Shuning uchun hech ikkilanishsiz implantni qo'yishni sizga tavsiya qilaman. Bemalol hozirgi oxirgi texnologiyalardan foydalanib, o'zingizga xavfsiz bo'lgan narsani tanlashni maslahat beraman.